Assalomu alaykum aziz ayollar va opa-singillar. Bugun siz bilan har bir ayol hayotida muhim mavzuni muhokama qilamiz. Gormonlar muvozanati haqida. Gormonlar bizning kayfiyatimizdan tortib uyqumiz, vaznimiz, terimiz, hatto baxt hissimizgacha ta'sir qiladi. Ammo ba'zan stress, noto'g'ri ovqatlanish yoki yosh ulg'aygan sayin bu muvozanat buziladi. Xo'sh, uni tabiiy yo'l bilan qanday tiklash mumkin? Keling 5 ta foydali ozuqani ko'rib chiqamiz. Birinchisi avokado. Avokado foydali yog'larning boy manbai. U tanadagi gormon ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi, terini oziqlantiradi va yurakni himoya qiladi. Har kuni yarimta avokado tanangiz uchun katta foyda beradi. Yong'oqlar va urug'lar. Bodom, yeryong'oq, zig'ir urug'i, chiya va kungaboqar urug'i. Bularning barchasi gormonlar uchun zarur bo'lgan omega 3 va sink manbai. Ularni nonushtaga yoki salatga qo'shib iste'mol qilish kifoya qiladi. Keyingi mahsulot bu soya mahsulotlari. Soya, tofu, soya suti yoki loviya. Fitoestrogenlar manbai. Bu tabiiy modda ayollik gormonlarini yumshoq tarzda muvozanatga keltiradi. Ayniqsa menopauza davrida juda ham foydali. To'rtinchisi esa meva va sabzavotlar. Sabzi, brokoli, karam, olma, anor, rezavorlar. Bular antioksidantlarga juda ham boy hisoblanadi. Ular tanani tozalaydi, jigar faoliyatini yaxshilaydi va gormonlar ishlab chiqarishni tabiiy yo'lga qo'ya oladi. Va nihoyat suv hamda o'simlik choylari. Suv hayot manbai. Tanadagi har bir gormon suv bilan bog'liq jarayonlarda ishlaydi. Shuning uchun har kuni kamida 1,5-2 litr suv ichish juda ham muhim sanaladi. Yana zanjabil, dolchin, choyi kabi tabiiy o'simlik choylari ham juda ham katta foydali hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda azizlar, gormon muvozanatini saqlash murakkab jarayon emas. U siz tanangizni qanday oziqlantirishingizga bog'liq. Sog'lom ovqatlanish, ozgina harakat, ijobiy fikr. Bu sizning haqiqiy kuchingizdir. O'ylaymizki, bu videomiz ham siz uchun biroz bo'lsa-da foydali bo'la oladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha o'zingizni hamda salomatligingizni asrang.